Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli va rahmati bilan muborak Ramazon oyining navbatdagi kunida ko'rib turganingizdek bir birodarimizni ehson qurbonligi bor edi. Inshaalloh bizlar ham ushbu qurbonlikni so'yib, iftorlik uchun taom tayyorlab, chodirlarda og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo birodarimizni qurbonligini qabul qilsin va iftorlik uchun mablag' chiqargan, taom tayyorlash uchun mablag' chiqargan birodarlarimizni ham ehsonlarni qabul qilgan bo'lsa Alloh taolo, agar sizlar ham Shomdagi mazlumlarga, chodirlarda og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga yordamlarni, ehsonlarni yoki qurbonliklarni yuborishni istanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Hozir inshaalloh qurbonligimizni so'yib, taom tayyorlab, chodirdagi mazlumlarga ulashamiz inshaalloh. Mana ko'rib turganingizdek qurbonlik go'shtimizdan taomimizni tayyorlab oldik. Inshaalloh hozir bularni chodirlardagi 100 nafar oilalarga ulashtirib beramiz. Albatta ular faqir, nochor holatlarda chodirlarda yashashadi. Alloh taolo qurbonlik qilgan birodarimizdan va ushbu qurbonlik go'shiga taom tayyorlagan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo ushbu amallari sababli Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasin inshaalloh. Hozir chodirga borib taomlarimizni ulashamiz. اسمه روح عمار امير يلا في ماما علي ابو احمد ورا الخيم ورا لا تجروها لا يصور جلال عمار روح امير غالي قرب شوي خطوا خطوا يلا Mana inshaalloh taomlarimizni iftorlik taomlarimizni chodirlarga olib keldik, tarqatib beryapmiz. Alloh taolo ehson qilgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Agar sizlar ham ushbu muborak Ramazon oyida ehsonkorlar karvoniga qo'shilishni istanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Yalla yalla. Tafadhal. Jazakumulloh alif xayr. Tafadhal.